Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Vassalatu vassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Assalamu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh. Alloh taborak va taolo aytilayotgan suhbatlarni barchasini biz uchun foydali qilsin. Eshitganlarimizga, aytayotganlarimizga avvalambor o'zimizni amal qilishligimizni va bizning hayotimiz dinimiz bilangina go'zal bo'lishligini Robbimiz Alloh taborak va taolo o'zi muvaffaq aylasin. Oila mavzusida suhbatlarimizni boshlagan edik. Inshaalloh mavzuni davom ettiramiz. Demak, kitobimizni asosiy mavzusidan boshlaymiz. Xotovat mushtaraka deb nomlanadi. Birinchi bob, demak, xotinni o'zaro bir-birlari bilan ishtirok qiladigan qadamlari deb tarjima qiladigan bo'lsak to'g'ri bo'ladi. Xotovat degani qadam. Demak, qadamlar. Qanaqa qadamlar esa mushtaraka. Erkak ham, ayol ham o'zaro ishtirok qilib tashash kerak bo'lgan qadamlar. Bu qadamlarni musannif rahmatullohi alayh darajalari bilan demak kitobda 46 tasini zikrni keltiradilar. Ba'zilarimiz demak bir qaysidir qismini eshitib qoladigan bo'lsak, bu eski gap deyishimiz mumkin. Ha, buni bilamiz. Bu oddiy elementar narsa deb o'tkazib yuborishimiz mumkin. Lekin aslida mana shu biz oddiy sanayotgan narsalarga e'tibor qilmayotganimiz uchun bugun bizning muammoyimiz bor. Bugun bizda nuqson bor. Bugun bizda kamchilik bor. Alloh taborak va taolo bizdan dindan nasihat olishligimizni o'zi muvaffaq qilsin. Din xabarlari, dindan kelayotgan biron bir mavzu bizning hayotimizga tatbiq bo'lib, oilalarimiz osoyishta bo'lishligini Robbimiz Alloh taborak va taolo o'zi muvaffaq qilsin. Demak, o'zaro erkak bilan ayol ishtirok qiladigan qadamlarni birinchisi avvali bu siz iloji bo'lmagani, demak, husnul ixtiyor. Erkak, ayol bir-birlarini go'zal tanlashliklari. Go'zal tanlashligi. Bu borada demak bugun agar oila qurayotgan erkaklar, yoshlar, masalan, ko'proq endi biz mavzuda har doim gapiradigan bo'lsak, oila quruvchi yosh deb olamiz. Asosiy oila quruvchi yoshlar bo'lganligi uchun, demak, yoshi o'tgan insonlar ham ma'lum bir sabablarga ko'ra oilaga kirishadi, boshqa bo'ladi, lekin asosiy demak jamoa yoshlar jamoasi bo'lgani uchun yoshlar deb gapirilyapti. Demak, bugun oila qurmoqchi bo'lgan qiz, oila qurmoqchi bo'lgan yigit oldiga bir shart qo'yadi. Uylanmoqchi bo'lsa, o'zi uchun ideal degan narsani yaratadi. Ideal paydo qiladi. Masalan, bir erkakni to'xtatib, bir yigitni to'xtatib uylanmoqchisan, qanaqa qizga uylanmoqchisan desa bo'ldi. Ko'zini yumadi, fikrlashlikni boshlaydi. Uylanadigan ayolimni bo'yi baland bo'lsin, chiroyli bo'lsin, u bo'lsin, bu bo'lsin, falon narsasi bo'lsin, otasini puli bo'lsin, ana bunday bo'lsin, mana bunday bo'lsin deb o'zi yaratib olgan ideallarni aytadi. Shu sababga ko'ra ba'zi o'rinlarda insonlarning uylanishlari yoki bo'lmasa turmushlari qizlarni orqaga cho'zilib qoladi. O'zlari uchun go'yoki bir ideal yaratib olganlari uchun. Yoki bo'lmasa tanlab xalqning orasida bir maqol bor, hammamiz yaxshi bilamiz. Tanlab tozisiga uchigading deb qo'yadi. Demak, tanlab ertaga tanlaganimiz bir nuqson, xato bo'lganligini ko'ramiz. Demak, shariat bu narsaga yechimni berib bo'lgan. Hammamiz bilamiz bu narsaga yechimni. Birinchi bo'lib erkak kishi. Erkak kishi ayolni qanday tanlaydi? Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam hadisda marhamat qilib aytdilar. Tunkahul mar'a li arba'in. Demak, ayol kishi 4 ta narsaga ko'ra uylaniladi. 4 ta narsaga ko'ra ayol kishiga uylanadi erkaklar. Limaliha, lihasabiha, va lijamaliha, va lidiniha. Demak, ayol kishi birinchi bo'lib turib moliga. Bu ketma-ketlikni o'zida Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning o'zlarida go'zal hikmat bor. Ketma-ketlik ham bejizga emas. Oila quruvchilarning eng asosiysi birinchi qo'yadigan shart moddiyat hisoblanadi. Birinchi bo'lib uylanmoqchi bo'lgan, turmush qurmoqchi bo'lgan yoki bo'lmasa farzandlarini oilasiga harakat qilayotgan onalar farzandni oilasiga mas'ul bo'lgan demak insonlar badavlat bo'lsin degan shartni qo'yishadi. Demak, inson birinchi bo'lib turib badavlatga borishga harakat qiladi. Badavlatdan o'xshamay qolsa, keyin li hasabiha. Keyin hasablisi, nasllisini qidirishni boshlaydi. Falonchilar, fistonchilar deb qidirishni boshlaydi. Va undan keyin jamol, chiroyi. Va undan keyingi oxirgi o'rinda insonlar iste'mol qilayotgan, insonlar ishlatayotgan eng oxirgi darajasi din. Bugun din uchun oila qurayotgan erkaklar hammamiz tan olishimiz kerak bo'lgan haqiqat juda ham osonlikni tashkil qiladi. Diyonatlik bu ayol. Bu ayolni dini yoqdi deb turib uylanadigan erkaklarimiz juda kam. Eng oxirgi darajada, eng oxirgi martabada Rasululloh sollallohu alayhi va sallam hadisni davomida fazfar bizatid din. Dindori bilan dindoriga uylanib zafar qozon. Dindoriga uylanib yutgan dedilar. Shu 4 ta his qiladigan biz rag'bat qiladigan narsani orasida dindoriga uylanishliging seni yuttiradi deb payg'ambar sollallohu alayhi va sallam marhamat qildilar. Taribat yadak.
Bu so'z arablarda o'z aslida odatga ko'ra, demak, bir inson kambag'allikdan, faqirlikning eng past darajasiga bo'lib qolib turib, qo'ling tuproq bo'lib qolsin degan ma'noda ishlatiladi. Demak, va'id ma'nosida. Agar shu ishni qilmasang, dindoriga uylanmaydigan bo'lsang, qo'ling tuproqqa botib qolsin degani. Kambag'al bo'lib qolgan, endi o'zingni hayotingni o'zing asvo qilib qo'yding degani. Nimaga? Chunki dindorini tanlang. Oila qurayotganda dindorini tanlang. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni mazkur kitobda, demak, musannif rahmatullohi alayh bir qancha hadislarni zikrini keltiradilar. Demak, soliha ayolni ustunligi haqida. Agarchi qora cho'ri bo'lsa ham, joriya bo'ladigan bo'lsa ham, soliha ayolni boshqa, demak, chiroyli bo'lgan va hokazo sifatli bo'lgan dinsiz ayoldan ko'ra ustunligini, solih ayol dunyo saodatini bir qismi ekanligini, solih ayol insonni iymonini, dinini yarmi ekanligini Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bayonini keltirdilar, qiziqtirdilar, rag'batlantirdilar. Solih ayolga uylaning. Asosiy shart, birinchi urg'u qilib dindorini qo'ying. Chunki siz yashamoqchi bo'lgan oila xotirjamlik maskani bo'lishi kerak. Xotirjamlik maskani qachon bo'ladi? Qachonki siz yaratuvchini, Allohni buyrug'iga, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni hayotda yashab bizga ko'rsatib bergan, bizga dinni ta'limini bergan zotni ko'rsatmalariga amal qiladigan bo'lsakgina bizni yaratilgan g'oyatimiz, maqsadimiz ishga tushadi. Bu erkaklarga taalluqli bo'ladigan bo'lsa, qiz ma'nosida ham xuddi shunday. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Iza atakum man tardona adina." Demak, sizlarga agar qizlaringizni, o'sha siz mas'ul bo'lgan farzand, qiz farzandlarni agar siz dinidan rozi bo'ladigan inson so'rab keladigan bo'lsa, beringlar. Fazawwijuh. Unga uylantirib qo'yinglar. Uylantirib beringlar. Agar bu ishni qilmaydigan bo'lsangiz, takun fitnatun azim va fasadun. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilar: fitna bo'ladi va katta fasod bo'ladi, yer yuzida buzg'unchilik bo'ladi. insonlarning fitnalariga sababchi bo'ladi. Siz dindoriga farzandingizni bering. Dindoriga farzandni berish, qiz farzandimizni uzatishligimizni foydalarini, manfaatlarini bilamiz. Agar yaxshi ko'radigan bo'lsa, haqqini ado qiladi. Agarchi yaxshi ko'rmasa ham unga zulm qilmaydi. Bu gaplar, bu mavzu gapirilmagan mavzu emas. Boya aytdik. Bu narsani erkaklarimiz oshlarimizda, amr ma'ruflarimizda soatlab eshitishadi. Hammamiz bilamiz hadislarni, yodlab olganmiz. Lekin boshimizga tushadigan bo'lsa, biz o'zimiz oilaga ko'ndalang bo'lib, arz bo'lib oilani ro'parasiga keladigan bo'lsak, bu narsalarni amalini qilmaymiz. Shuning uchun ham muammoyimiz bor. Shuning uchun ham tashvishimiz bor. Demak, birinchi qadam, ilk qadam, eng to'g'ri qadam inson uylanuvchi, turmushga chiquvchilarning har birlari dinga e'tibor qilishlari. Husnul ixtiyor. Ixtiyorni, tanlovni eng go'zalini qilish. Dinsiz, dunyo kishilariga o'xshab orzu havaslik oilani nikohladi, orzu havaslik oila bilan quda bo'ldi emas. Mansabdor, puldor inson bilan quda bo'ldi emas. Eng birinchisi diyonatli inson bilan quda bo'ldi. Diyonatli insonni turmush o'rtoq qilib oldi. Diyonatli insonga turmushga chiqdi deb faxrlanadigan oilalarni barpo qilishligimizni Alloh taborak va taolo hammamizga o'zi muvaffaq qilsin. Alloh suhbatlarimizni o'zi davomli qilsin va eshitganlarimizga barchalarimizni amal qilishligimizni Robbul Izza Alloh subhanahu va taolo o'zi muvaffaq qilsin. Vassalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.